Kechikkan hukm. Muallif Shamsinur. Orzu o'zini o'zi koyib ovqat qilarkan, ko'z oldiga bolasi keldi. Mittivoyini qanday qilib tashlab keldi-a? O'sha ilonning gapiga laqqa tushmaganda bu narsalar bo'lmasdi. Endi Behzoddan butkul umidini uzsa ham bo'ladi. Indamay yo'qolib ketgan xotinni qaytib nikohga olarmidi? Shukrki u bilan birga kelgan qizlardek fohishalikka yuborilmadi. Qanchadan qancha qizlar yoshgina umrida xazon bo'ladigan bo'lishdi. Samolyotda bitta qiz bilan ham suhbat bo'lgandi. Orzulari osmon qiz ekan. Chet elda ishlab kelib atelye ochaman degandi. Aytishicha tikuvchi ekan. U ishlayotgan sex rahbari ancha ishlatib pulini bermay qochib yuribdi. Axiri bir tiyin ham bermayman deb haydab solgan. Shundan so'ng ismi Jasmina bo'lgan bu qiz o'zi ishlab pul topib atelye ochib, o'sha boshlig'iga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan ekan. 10-qavatdagi o'sha mash'um xonaga barchasini qamashgandi. Qizlarga nima bilan shug'ullanishlari aytilgach, ko'pchiligi dodvoy sola boshladi. Tashqarida turgan barzangilar kirib, baqirayotganlarni ba'zisiga yaxshigina tarsaki tushirishdi. Qo'llari ham naqd barkashdek keladigan bu odamning tarsakisiga qizlar dosh bera olmay yerga qulashdi. Hammang o'chir ovozingni. Yana biror qiliq qilsalaring, erik shu qavatdan pastga tashlaydi. Undan oldin esa itni kunini boshingizga solamiz. Xullas aqligni yig'ib ollaring. Yosh bola emassanlar. Bizni aldashdi. Yaxshi bo'pti. Aldanmaslik kerak edi. Endi esa ko'nmay boshqa ilojlaring yo'q. Gulyuz ismli qiz yuzlarini yopib yerga o'tirib oldi. Xohlamayman deya tinimsiz yuzini timdalab tashladi. O'sha kechani o'zdayoq arab shayxlari qizlarni narxlashdi. Gulyuzning yuzi tirnalangani uchun hech kim tanlamadi. Orzu qattiq qo'rqayotgandi. Behzod akasidan o'zgasini qo'li tegmagan bu vujudini asrash payida edi u. Afsus, uni ham olib ketadigan bo'lishdi. Xona bekasi pulni sanab olgach, Orzuni chiqarib yubordi. Orzu oldidagi qorachadan kelgan pakana odamga qarab, ko'ngli ozib ketay derdi. Shayxning bir kvartirasiga borishdi. Dasturxonni zumda xizmatchilar tayyor qilishdi. Shayx bemalol yeb ichib o'tirar ekan, ahyon-ahyonda Orzuga yeb qo'ygudek bo'lib tikilardi. Orzu og'ziga hech narsa solmadi. Shayx ovqatni yeb bo'lgach, Orzuni yotoqxona tomon sudradi. Orzu qancha qarshilik qilmasin, kuchi yetmayotgandi. Shayx majburan Orzuning ko'ylagini yirtib yubordi. Orzu ich-ichidan Allohga nola qilardi. Hammasi tamom bo'ldi deb o'tirganda, shayx unga yaqin yo'lamay to'xtab qoldi. O'z tilida nimalardir deb g'udurlagancha tezlikda xonani tark etdi. Shayxning ortidan kelgan xizmatchi ayol Orzuga qaradi-yu jirkanib yuzini burdi. Orzuning ustiga choyshabni yopib, inglizchalab chiqib ketishini aytdi. Orzu hech nimaga tushunmagan bo'lsa ham choyshabga yaxshilab o'ranib tashqariga chiqdi. Mugal uni eskiroq mashinada haydovchi o'sha uyga eltib, bekiga bir nimalar deya baqirib, ishorasidan pul talab qilayotgandek bo'ldi. Pulni to'liq qaytarib bering. Shayximiz sizni yo'q qilib yuborishi mumkin. Unga ayting, boshqa birorta qizni tanlasin. Yo'q, endi siz bilan oldi-berdi qilmaymiz. Pulni qaytaring. O'zingizga yomon bo'lishini istamassiz? Beka noiloj ichkariga kirib, pulni olib chiqib berdi. Haydovchi so'kingancha u yerni tark etdi. Orzuni ichkariga sudrab kirgan beka ustidan choyshabni olib tashladi. Voy tavba, sen sog'lom emasmiding? Marziya menga senday pesni o'tkazdimi? Qo'llari bilan kiyimini ushlab turgan Orzu shundagina badaniga qaradi. Badani olachipor bo'lib oq dog'larga to'lib bo'lgan edi. Beka ham undan o'zini nari olgani shundan ekan. Endi hammasini sababiga tushundi. Ya Alloh, bu ne sinov? Endi shu ham bormidi boshimda? Orzuni ko'zlaridan duvullab yosh to'kildi. Behzod akasiga bo'lgan umidini u shu ondayoq yo'qotdi. Nahotki u endi xalq tili bilan aytganda pes bo'lib qolgan bo'lsa. Namuncha tikilding? Seni qancha pulga olganimni bilasanmi? Endi bu ahvolingda kimga ham keraksan? Senga ketkazgan pullarimni tiynigacha chiqarib olishim kerak. Men foydaga ishlasam ham zararga hech qachon ishlamayman.
Beka asabiy holda u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Buguncha shu yerda turchi, ertaga seni masalangni hal qilamiz. Orzu kelgan paytida kirgan xonasiga qaytdi. Yuzi tirnalgan qiz va bir burchakda boshini tizzalariga qo'ygancha yig'layotgan qizga ko'zi tushdi. Yuzi tirnalgan qizni ham obdon kaltaklashibdi. Bechora ingrab yotibdi. Yaxshimisiz? Orzu yuzlari qontalash bo'lgan Gulyuzning oldiga kelib hol so'radi. Gulyuz arang boshini ko'tardi. Men-ku yaxshiman, bu holimdan mamnunman ham. Ammo ana uni qarang, bechoraga rahmim kelyapti. Orzu yig'layotgan qizga e'tibor berib qaradi. Axir u samolyotda birga kelishgan Jasmina ekan-ku. Jasmina, yaxshimisiz? Jasmina ovoz chiqarib yig'lagancha Orzuni quchib battar yig'lay boshladi. Opa, men badnom bo'ldim. Men o'ldim. Pul topaman deb o'zimni, orzularimni yer bilan bitta qildim. Meni toptashdi. Rozi emasman, ikki dunyo rozi emasman. Ilohim boshiga menikidan ortiq kun tushsin. Bo'ldi, yig'lamang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bo'lmaydi. Meni nomusimni qaytarib bera olishmaydi axir. Endi men kim degan odam bo'ldim? Qayerdanam bu ifloslarning gapiga ishondim? Jasmina qayta joyiga o'tirib yana yig'layverdi. Uni yig'lagandan ko'zlari qizarib ketgandi. Kiyimlari ham bir ahvolda. Jasmina, o'zingizni qo'lga oling. Bu yerdan ketib ularni hammasini jazosini berish kerak. Eshikdan ochiq-sochiq kiyingan, sochlari uzun, sariqqa bo'yalgan qiz kirib kelib, o'zini kravatga tashladi. Yomonam charchadim. Bugun tinim bo'lgani yo'q. Siz o'zbekmisiz? Ha, gapiryapman-ku, sezmayapsanmi? Sariq soch Orzuga bepisand boqqancha kiyimlarini yengillatdi. Qachondan beri bu yerdasiz? 5 yilcha bo'lgandir. O'z xohishingiz bilan kelganmisiz? Namuncha ko'p gapirasan? Ertaga aytarman, hozir uxlamasam, ertaga ishlay olmayman. Paka jonginam, meni bezovta qilmalaring. Sariq soch biroz o'tib uyquga ketdi. Uning nafas olishidan bu yaqqol sezilib turardi. Jasmina ham charchaganigami yig'lay uxlab qoldi. Bu vaqtga kelib, devordagi soat tongi 4 ni ko'rsatardi. Gulyuz esa o'tirgancha xayolga cho'mdi. Orzu yuvinish xonasiga o'tib, cho'mila boshladi. Ana shu payt ortidan begona qo'l o'ziga tortganini sezib, baqirmoqchi edi. Og'zini yopilgani bunga qarshilik qildi. Bu hol ko'pga bormadi. Kecha qizlarga qo'l ko'targan barzangi Orzuning badaniga qaradi va o'zini chetga olib, yuvinish xonasidan chiqib ketdi. Eng alam qilarlisi, bu xonaga qulf o'rnatilmagan edi. Orzu yuzlarini bekitib o'tirib qoldi. Hozir bir onda badnom bo'lardi. U shu dog'larga shukrona ayta boshlaganini o'zi ham sezmay qoldi. Cho'milib bo'lib asta qizlarning oldiga qaytdi. Bu vaqtga kelib, tashqari eshikdan yana bir kiyimi juda ochiq bo'lgan qiz kirib keldi. Ulardan biri Orzuni turtgancha o'tib yuvinish xonasiga kirib ketdi. Ikkinchisi esa boshqa bir xonaga kirdi. Orzu ham yo'lakda turmay, o'zlariga ajratilgan xonaga kirib pastga solingan joyga yotdi. Qachon uyquga ketgani esida emas. Uni esda qolgan narsa o'g'lini juda sog'ingani, uni ko'rgisi kelayotgani edi. Xumora bolasiga onalik qiladi. Orzudan ham qutuldi. Endi baxti to'kis, Behzodday eri bor. Eng asosiysi, Behzod ham uni sevadi. Orzuchi endi kimga kerak? Bu yerlardan keta olarmidi? Til bilmasa, puli, hujjatlari bo'lmasa, bular qanday odamlar? Bularni ham ona tuqqan-ku. Ertalab vaqtli turdim deb o'ylagandi. Soat esa 10:25 ni ko'rsatib turardi. Yonidagi qizlar soni yana bittaga ko'paygan, lekin Gulyuz joyida emasdi. Yuz qo'lini yuvish uchun xonadan chiqqandi. Shu payt bekaning so'zlarini eshitib qoldi. Yuzingga mana buni har kuni 4 mahal surasan. Agar qilmasang, o'zim shug'ullanaman bu bilan. Xudodan so'ra, tezroq sog'ayib ket. Bo'lmasa, itni kunini solaman boshingga. Meni uyimga qaytar, pulingni yuboraman o'zim. Tushingni borib vannaga kirib ayt. Sen bu yerga o'z xohishing bilan kelgansan. Ammo men qachon desam, o'shanda ketasan. $50,000 mana shu yerda ishlab qo'y, keyin katta ko'cha. Menga ham seni ushlab turishdan foyda yo'q.
Anavi kecha kelgan sariq soch 5 yildan beri shu yerdaman dedi-ku. Uni o'zi rozi bo'lgan qolishga. Uyga pul jo'natib kvartira, mashina, mini market ochib qo'ygan. Yana biroz ishlasa ketadi. Sen uni qo'y, o'zingni bil. Tezroq anavi yaralaringni tuzatmasang, o'ligingni itam topolmaydi. Tushundingmi? Xo'p. Shundagina Orzu bekani Gulyuzning sochlarini burab turganiga e'tibor qildi. Beka sochni qo'yib yuborgach, ko'zi Orzuga tushdi. "Ha? Gap poylayapsanmi?" "A? Haligi yuz qo'limni yuvmoqchi edim." "Yuz qo'lingni yuv-da, sumkangni yig', ketasan." "Qayerga?" Orzu qo'rqa-pisa so'radi. "Jahannamga." "Senga nima farqi bor qayergaligini? Buyruqni bajar." Beka shunday degancha kresloga o'tirib oyog'ini chalishtirdi. Shundoq ham kalta bo'lgan kiyimidan sonlari bemalol ko'rinib turar. Bekaga qarab yoshini taxmin qilish qiyin. Doim makiyajda bo'lgani uchun necha yosh berishni aniq bilib bo'lmasdi. Kare shaklda kesilgan sochlari, oppoq yuzi uni jozibali ko'rsatib turardi. Ammo fe'li odamni ichiga titroq solardi. Ikkita barzangi qo'riqchisi ham Bekani ko'rsa yerga qarab qo'l qovushtirib turardi. Beka meni ismim bilan emas, Bekam deb chaqiringlar deb kelgan kunidayoq qizlarning quloqiga quygandi. Orzu yuz qo'lini yuvib xonaga qaytsa, sariq sochli qiz uyg'ongan. Shiftga qarab yotardi. Orzuni ko'rib ham pinagini buzmadi. Faqatgina Orzu kiyimlarini sumkaga joylayotganda tilga kirdi. "Sen qayoqqa?" Beka aytdi. "Bilmayman." "Qiziq. Odatda qizlarni ketkizmasdi. Men endi kelgan bo'lsam, bu yerni siz yaxshi bilasiz." Sariq soch chuqur xo'rsinib kerishib oldi. "Bilmaganim yaxshi edi. Kecha so'rayotganding, charchagandim, ayta olmadim. Ismim Sarvinoz. Bu yerda esa Sara deyishadi. Men ham sizdek aldanib kelib qolganman. To'g'rirog'i oson hayotni tanlayman deb shu botqoqlikka botib qoldim." Orzu uxlaganda kelib yotgan notanish qiz shu on tilga kirdi. "Sara, bas qil, uxla. Hali hech qancha uxla olmadim. Miguel bugun ham kechgacha band qilgan. Bilasan-ku uni qanaqaligini. Uxlamasam o'lib qolaman." "Uxlayver. Senga kim gapirdi? Qulog'ingga paxta tiqib ol." Xonada konditsioner yoqilgani uchun harorat salqingina, xush yoqimli edi. Qiz boshiga ko'rpani yaxshilab o'rab qayta uyquga ketdi. "Aytib berayotgandingiz. Xullas, kambag'al oilada tug'ilib o'sganman. Meni boyvachchani erkatoyi sevib qoldi. Uni ota-onasi bizni oilani pisand qilmadi. Shunda ham uchrashib yuraverdik. Bir kuni onasi kelib, onamni yumma talash qilib ketgan. Qizingni yig'ib ol debdi. O'sha kuni onam rosa yig'ladilar. Sarani o'tmish esiga tushdi shekilli, ko'ziga yosh ola boshladi. Keyin esa u yigit uylandi. Men pulni orqasidan quva boshladim. Shularni qo'liga tushib qoldim. Men ham sizlardek qarshilik qildim, hattoki o'zimni balkondan tashlamoqchi ham bo'ldim. Ular esa bilib qolib, meni 4 kun yerto'lada saqlashdi. Kamiga har xil ilonlarni tashlashardi. Dahshat edi o'sha kunlar. Ilonlardan qochib 4-kun qo'rqqanimdan rozi bo'lganman. Keyin uyimga ketish fikri meni tark etdi. Bu iflos vujud bilan endi kimga kerakman? Men hattoki ona ham bo'la olmasam kerak. 2 marta abort qildirganman. Bu yerda tug'ish mumkin emas. Badavlat shayxlarni pulini shilish kerak xolos. Bu yerni Dubay deb qo'yibdi. Meni hayotim barbod bo'lgandi. Qolganga yarasha ishlab ketay deb harakat qildim. Onamga pul yuborib turaman. Ular meni nima qilayotganimni bilmaydilar. Magazinda ishlaydi deb o'ylaydilar. Dadam allaqachon vafot etganlar. Men yuborgan pullar bilan singillarim sepli bo'lib, yaxshi joylarga turmushga chiqishdi. Oyim turetskiy ko'ylaklar kiyadilar. Ukam mashina mindi. Afsuski men tamom bo'ldim. Ba'zida shu jirkanch tanamdan qutulgim keladi. Lekin oilam yaxshi yashayotgani menga kuch bag'ishlaydi. Vaqt ortga qaytsa, aslo aldanib qolmasdim. Senga bularni nega aytyapman? Sen ham qochishga urinma. Befoyda. Bular foydasini olmaguncha o'lishga ham qo'yishmaydi. O'lsang ham murdangni bo'laklab axlatga tashlaydi. O'z ko'zim bilan ko'rganman. Bu alohida hikoya. Yana ko'rishsak aytarman senga. Hozir esa men ketdim.
shifokorga bormasam boshim qattiq og'riyapti. Sara shunday degancha chayqalib o'rnidan turdi. Kechagidan tuzuk kiyimni kiyib chiqib ketdi. Bu yerdagi qizlar orasida Sara tuzuk ekan xolos. Qolgani umuman nazariga ham ilmadi. Hatto salomga alik olmadi. Qizlar bir-biri bilan urushib ham qolisharkan. Sarani gaplarini Jasmin ham eshitgandi. Taqdirga tan berdi shekilli, jim o'tiribdi. Kechga yaqin bir sovuq odam keldi. Beka Orzuni chaqirdi. Sen bu bilan ketasan. Nima desa shuni qilasan, tushundingmi? Orzu boshini silkitdi. Endi esa bor, sumkalaringni olib chiq. Orzu sumkasini olib qizlar bilan xayrlashdi. Gulyuzdan boshqa hech kim unga javob qaytarmadi. Beka Orzuni pasportini u odamga berib, qo'liga undan bir dasta dollar oldi. Qani, oldiga tush, jo'na. Orzu u odam bilan oldinma-ketin liftga kirishdi. Yoshi 40larga borib qolgan bu odam qorachadan kelgan, qarashlari sovuq, bo'ylari baland edi. Qo'llari gavdasiga yarashmagan holatda uzun ko'rinardi. Orzuga qanaqadir tilda mashinaga o'tirishini aytdi. Ikkovlashib mashinaga o'tirib taxminan bir kunga yaqin yo'l bosib, chekkaroq shaharchaga kirib kelishdi. Orzuga Google tarjimon orqali kampirga qarash kerakligini tushuntirgan bu odam har 2 kunda bir kelib ketardi. Kampir bu erkakni kim ekanligini hali hanuz bilmaydi. Bilish uchun ularni tushunish kerak. Orzu esa tushunmaydi. Kampir o'ta injiq, Orzu tayyorlagan ovqatlarni ba'zan yerga to'kadi, ba'zan to'shagiga yozilib qo'yadi, ba'zan qayt qiladi. Orzu ko'ngli aynib, o'qchib zo'rg'a tozalaydi. Kampirni kuzatib amin bo'ldiki, kampir atay qilarkan. Hattoki Orzuni nimalardir deb ham mazax qilarkan. Mana shu Orzu yashayotgan hayot. Uni sog'inch qiynab yuborgan. O'g'li ko'z oldidan ketmaydi. Xumori oldida bo'lsa, o'ldirib qo'yishga ham tayyor edi. Kampir yana dodladi. Orzu sovuq odam kelsa yana kaltak yemaslik uchun u tomon shoshdi. Jo'rabek Behzodga aytishni ham, aytmaslikni ham bilmasdi. Uni qiynayotgani Behzod shunchalar ko'rmi degan savol edi. Jo'rabek izlanishlari natijasida bir guruh qizlarni Dubayga aylanma yo'llar orqali olib ketilganini aniqladi. Xumori anchagacha hech kim bilan aloqaga chiqmay, necha kundir uydan ham chiqolmay yurdi. Bu vaqtga kelib, Sohib aka Bahriddinni tergovga chaqirdi. Bahriddin anchagina ko'ngli ochiq odam ekan. U Ramziddinning akasi edi. Sizni bundan 20 yil oldin izsiz yo'qolgan Hamidova Xolidani o'limi yuzasidan bezovta qildik. Mendan nima istaysiz? Siz Hamidova bilan qanday aloqada edingiz? Sizda tanimagan qizlarga pichoq sovg'a qilish odati bormi deyman? Bahriddin bu savolni umuman kutmagandi. Ha endi, yoshlikda bir bo'lib qolganda. Yo'q-e. Hozir tanimasdingiz-ku? Yangingizni qulog'iga yetsa nima deb o'ylaydi? Shunga aytmagandim. Gapni olib qochmang. Hamidova bilan qanday tanishgansiz? Akam uni yaxshi ko'rardi, yanga sifatida ko'rardim. Bahriddin shu yerda ham Ramziddinni aralashtirishni ma'qul ko'rdi. Pichoqchi, yangamga gap otuvchilar ko'p ekan. Tug'ilgan kunida nima sovg'a qilishni bilmay, shuni sovg'a qilgandim. Xo'p, tushunarli. So'roq yana ancha davom etdi.